Uyga mehmon kelganda nima ta'ma deb boshqa to'may, mana o'xshagan ro'jam o'qilishni o'rganib oling. Etlis solimi intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasiz. Cho'ng kichik kammaylar yoqtirib yeydi. Ammo manda ro'jam o'qib bergan bo'lsanglar, uydagi bolalaringlarni talishib turib yeb ketgajmi? Ta'mi kep ketmaydi, ajoyib o'xshaydi. Cho'qim ritib sinab beqinglar. Avval 300 gram unga 3 gram tuz, 3 gram podafin, cho'ng istamning ximik turchidan bir qo'shiq selvitimiz. Undan keyin 160 gram suv quyib, bo'shroq qilib xamir yug'urib olamiz. Endi buni o'zidan biroz yog'angacha bo'ldirib olamiz. Bu jarayonda biz go'shtni siralatib to'g'rab olamiz. Go'shtni tamlantirish uchun azroq tuz, aqmush, sho'ngchu qo'yib, cho'ng istamning qunaq kraxmaldan bir qo'shiq selvitimiz. Cho'ng istamning cho'nliqiga qiyinsilan bir shiltib sinab yiqinglar. Undan keyin go'shtning qozonga chaplashib qolmaslik uchun ikki qo'shq atrofida suv may quyib tekshirlashtirib olamiz. Har kun mushunga o'xshash qulay ham yeyishlik bo'lgan taomlarni yetishni o'tyapman. Izdegan topolmay qolmaslik uchun yurak berib saqlab olib, inkas rayoniga haqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Ko'rib turganinglarda xamirning cho'ng kichikligini o'xshash cho'nglikda to'g'rab olgandan keyin yumloqlab echib, o'ttirning chaplashib qolmaslik uchun azroq suv may berib atdim. Endi bularni videoda ko'rsatgandek shakl chiqarib olsanglar bo'ldi. Endi buni qasqonga silib, taxminan 15 minut atrofida dumlab pishirib olsaqlar bo'ldi. Munda chiroyli shakl chiqarib olsanglar pishqandek oltim shunda chiroyli chiqadi ekan. Endi buning orasiga yeydigan siyni qo'rib olaylik. Qozonga azroq may qo'yib, go'shtni silib, bekroq sarg'aytib qo'rib olamiz. Go'sht qo'rilib, mana mushkil holatga yetgan vaqtida samsaq silib qo'raymiz. Undan keyin ko'k qizil lazlarni silib, yaxshi bir qo'rib atgandan keyin tam xurishlardan tuz, sho'ngchu, azroq lavijin silib etib, ikkilashtirib lam taqsiga olsaqli bo'ldi. Go'shtni tamlantirib olgan bo'g'ashqa ta'mim shunda payiz chiqdi. Qarash qilib ishtahingizni echitadigan munda o'xshagan ro'jam o'qilib bolalaringizning oldiga keling yoki cho'nglar qilib biring. Maqtab turib yeb ketadi, ta'mi kep ketmaydi. O'rganib oldingizmi? Qiynamizsizmi deb sinab beqing.